Assalomu alaykum, bahoriy gullar kanalimiz, guruhimiz a'zolari. Bugungi gulimiz antyurum lolasi. O'zimiz tilda erkak baxti ham deyishadi. Antyurum guliga kelsak, parvarishiga kelsak, bir haftada bir suv berasizlar. Bir haftada bir suv ichadi. Yorug' joyga qo'yish kerak. Keyin suv purkab turish kerak. Barglariga juda yaxshi ko'radi. Yangi chiqayotgan barglariga suv purkab turish kerak. Barglarni artib turish kerak. Uhod qilib turish kerak. Uhod deganda yantarnik kislota berib turish kerak. Har bitta gulga yaxshi rivojlanishi uchun 1 litr suvga 2 choy qoshiq yantarnik kislota solib, yaxshilab aralashtirib, keyin sprey qilinadi. Agar yaxshi uhod qilinmasa, mana bu gulimizga o'xshab ahvoli shunaqa bo'lib qoladi. Buni barglari qorayishi, sarg'ayishini sababi ustidan suv ichmagan, barglarini artilmagan vaqtida namlik kamligi uchun xonada mana shunaqa ahvolga tushib qoladi. Bunda nima qilishimiz kerak? Birinchi bo'lib yantarnik kislota berishimiz kerak. Yaxshilab uhod qilishimiz kerak. Barglarini yaxshilab artishimiz kerak. Yorug' va namligi bor joyga qo'yishimiz kerak. Iloji boricha gulni yo'qotib qo'ymasligimiz uchun. Antyurum gullarimizni narxiga kelsak, bu antyurum lolamiz 60 ming sotilgan. Hozirgi kunda